Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 2025-yilning 28-dekabr kuni katta tanaffusdan keyin yana siz azizlar bilan ko'rishib turibmiz. Hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklagan holda sizlarga yangi taklif bilan chiqmoqdamiz yana. Yangi uyimiz sotuvda. 3 xonalik 119 metr kvadratni tashkil etadigan xonadonimiz. Lokatsiyasi qayerda deysizmi? Termiz shahar Sayrov milliy taomlari qarshisidagi 5 qavatli domning 2-qavatida joylashgan 3 xonalik xonadonimiz sotuvda. Narxiga keladigan bo'lsak, video davomida aytib o'tib ketamiz narxlarni. Hozir uyni siz azizlarga tanishtirishda davom etamiz. Mana bu eshigimiz tashqi glavniy eshigimiz edi. Kirib kelish pirxoshka qismimiz. Pirxoshkadan kirib kelganda chap qo'lda bizni kladovkamiz qarshi oladi. Birinchi bo'lib operator bir tanishtirib o'tib keting. Kladovkamiz bor. Undan so'ng esa o'ng qo'lda mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz bilan ham bir tanishtirib o'ting. Uydagi jihozlar hammasi qoladi. Uyning holati shu o'zlaringiz ko'rib turgandek quruvchi topshirgan holatidagi remonti bilan turibdi. Uyda shu gilamlar, parda, televizor, ugalok mebellarimiz hammasi qoladi. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib ko'rsalaringiz, uyimiz anchagina katta. Keyin ikkinchi xonamiz. Spalni xonamiz. Spalnimiz ham mana 4 ga 5 metr atrofida adashmasam. Bu mebel, jihoz hammasi qoladi bu xonamizda ham. Keyin ozroq yurganimizda mana yana bitta xonamiz. Buni ota-onalar uchun spalni xonasi qilishgan ekan. Bunisini detskiy qilib ko'ryapsizlar uyda. Konditsioner, jaluzi pardalarimiz, mebellarimiz, gilamlarimiz bor. Uyimiz albatta skvoznoy holatda. E'tibor qilinglar o'shanga. Hojat vannamiz ham alohida. Undan keyin esa bizni kuxnyamiz qarshi oladi. Xolodenlik, gilamlar, mana kuxni mebellarimiz chiroyli qilib uy egalari tomonidan yasab qo'yilgan. Mana duh konturni katyollarimiz ham ishlab turibdi. Vannamizda mana kir mashinamiz bor ekan, bular ham qoladi. Undan keyin esa hojatxonamiz. Hojatxonamizda mana aristonlar ham bor ekan. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, kelib yo murojaat qilib bog'lanib bizlar bilan